أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nisa suresi 3. Nahayeti şefkatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Allah'a ibadet kılınla, onun özgili itaat kılınla, onunğa itiqatda ve ibadette hiç nesini şerik keltirmangla. Ata-ananglarga qitir qınıp xizmat kılınla, ularning haqlarini ado kılınla. Yaqin tuqqanlaringlarning, yetimlarning, kunlik ehtiyojini qamdayamaydigan yo'qsullarning, sizlarga yaqin qo'shnining, yiroq qo'shnining, safardagi hamrohning, yondagi hamrohning, yordamga muhtoj bo'lib qolgan musofirning, qo'l ostinglardagi qulcho'rlarning haq-huquqlarini ado qilinglar. Shaksizki, Alloh bandalarining orasidagi mutakabbirlarni, kishilarga maqtanadiganlarni yoqtirmaydi. Ular Alloh bergan mol dunyodan Allah yo'lida sarf qilishga bexillik qiladigan, boshqalarni bexillikka buyuradigan, Alloh o'z fazlidan bergan ne'matlarga tanadigan, Allohning fazlini yushiradigan odamlardir. Biz bundoq tuzkurlar uchun xorlig'uchi azobni tayyorladik. Bu azobni biz yana pul mollarini riyo qilish, ya'ni kishilarga ko'zitish va obro'y qozonish uchun sarf qiladigan, e'tiqodida va amaliyatida Allohga va qiyomat kuniga ishonmaydigan kishilarga tayyorladik. Shayton ana shundoq yomon ishlarga chaqiradi. Kimki shaytonni o'ziga hamroh qilib oladigan, shayton nima degan yomon hamroh. Agar ular e'tiqodida va amaliyatida Allohga, oxirat kuniga iymon etsa va Alloh o'zlariga ato qilgan pul moldan savob umid qilib, ixlos bilan sarf qilsa, ularga nima ziyni bo'ladi? Alloh ularni va qilayotgan ishlarini obdan biladi va shuningga asosan ulardan hisob oladi. Shaksizki, Allah hech kimning amalining mukofotini zarrachilikmi kamaytib etmaydi. Agar kishining zarrachilik yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni hassilab ko'paytiradi. Uning mukofotini ziyoda qiladi. Uningga o'z dargohidan jannatdan iborat katta mukofotni ato qiladi. Qiyomat kuni Alloh har bir ummatning payg'ambarini u ummatning amaliga guvoh chiqib keltirgan. Ey payg'ambar, senimi o'z ummatingga Rabbingning dinini yetkazganligingga guvoh chiqib keltirgan chaqda ularning ahvoli qandoq bo'la? Ashu ishlar yuz bergan kunda, ya'ni qiyomat kunida Allohni inkor qilgan va payg'ambarga itoat qilmaganlar o'zlarining yer bilan yakson bo'lib, to'piga aylanib ketishini va tirildirilmasligini orzu qiladi. Ko'nglidagi hech bir ishni Allohdan yushirolmaydi. Chunki u kunda ularning tili pechatlanadi. Ularning a'zolari ularning qilmishlariga guvohlik beradi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan, islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sizlar masbub qolgan chig'inglarda aqlinglarga kelib, nima deyotganinglarni bilgudek bo'lguncha namozga yiqinlashmanglar va namoz o'qimanglar. Shuningdek junub bo'lib qolganda g'usl qilmoqchi namozga yiqinlashmanglar va masjidlarga kirmanglar. Masjidning hovlisidan o'tib ketayotganlar buningdan mustasno. Agar sizlar kasal bo'lib suv ishiltanmasanglar, safar ustida bo'lsanglar yoki hojat qilsanglar va yoki ayolinglar bilan munosabat o'tkazsanglar, ondan poklanish uchun suv topolmasanglar, ikki aloqaninglarni pok tuproqqa urib, uning bilan yuzinglarni va qo'linglarni silab tayammum qilinglar. Shaksizki, Alloh nihoyatda afv qiluvchidir, bahmu mag'firat qiluvchidir. Sizlarning yomonliginglarni afv qiladi, aybinglarni yo'gaydi. Ey payg'ambar, o'zlariga kelgan Tavrat ilmidan nasibi berilgan Yahudilarning ishini bilmamsan. Ular hidoyatni ozg'unlikqa tegishidir. Muhammad alayhisalomning haq payg'ambar ekanligini dalillaydigan pokitlarni yushiradi. Ey mu'minlar, ular sizlarning to'g'ri yo'ldan ezib ketib, o'zlaridek ozg'unlardan bo'lishinglarni orzu qiladi. Ey mu'minlar, ashu Yahudilarning sizlarga bo'lgan dushmanligini Alloh obdan biladi. Alloh sizlarni qo'g'dashga va dushmanlaringlarga qarshi sizlarga yordam berishga yetarlikdir. Yahudilarning ichida Allohning nomidan yolg'on aytib, Tavratning so'zlarini aslidagi holatidan o'zgartirib yetadigan bir firqami bor. Ular payg'ambar alayhisalomga so'zingni angladik, amringga xiloflik qilamiz. Sen bizning so'zimizni anglag'in, anglamas bo'lib ketasan deydi. Dinga ta'ni qilib, o'zlarining tilidagi ro'ina degan haqorat so'zini tillarini agri-bugri qilib aytadi. Agar ular yuqorqidek bizning so'zimizni anglag'in, anglamas bo'lib ketasan degan gapni qilishning o'rniga angladik va itoat qilamiz, quloq sag'aylar, unzurna degan bo'lsa, Allohning dargohida ular uchun texmo yaxshi, texmo adolatli bo'ladi.
Lekin Alloh ularning kufrligi va Muhammad alayhissalomni inkor qilganligi sababli ularni rahmatidan yiroq qildi. Ular haqiqatga to'limi oz ishonadi, shunga ularga bu ishonganning foydasi bo'lmaydi. Ey kitob berilganlar, biz nurg'un kishilarning yuzlarini o'zgartib, orqasiga qilib qo'yishimizdan yoki ularga shanba kunining hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari qo'linglardagi kitoblarni tasdiqlaydigan Qur'on oyatlariga iymon keltiringlar va amal qilinglar. Allohning amri har zamon amalga oshquchidir. Shaksizki, Allah o'ziga maxluqotidan birasini sherik keltirgan yoki cho'ng kufrlikdan har qanday birini sodir qilgan kishining gunohini qat'iy kechirmaydi. Bandalardan xohlagan odamning sherik keltirganlikdan boshqa gunohlarni mag'firat qiladi. Kimki maxluqotni Allohga sherik keltirdi ekan, u cho'ng gunohni sodir qilgan bo'ladi. Ey payg'ambar, o'zlarini va qilgan ishlarini maqtaydigan, gunohdan yiroq ekanligini va pok ekanligini da'vo qiladiganlarni bilmadingmi? Ish hargiz ular degandek emas. Allah bandalarning amallarini to'liq bilganlikdan ulardan xohlagan kishini maqtaydi, ularning amallaridan zarrachilikmi kemaytilmaydi. Ey payg'ambar, ularning Allohning nomidan yolg'onni qandoq to'qiyotganligiga ajablanish bilan qarag'in. Allah barliq noloyiq sifatlardan albatta pokdir. Ularning bu yolg'onlarni to'qib chiqqanligi o'zlarining e'tiqodining buzuqligini ichib berishga yetarli cho'ng gunohdir. Ey payg'ambar, ilmdan nesibi berilgan ashu yahudilarning qilmishini bilmadingmi? Ular Allohni qo'yib butlarga, inson va jinlarning shaytonlardan iborat barliq saxta ma'budlarga ishonadi. Bu ularni Allohning qonunidan boshqa botil qonunlarga shikoyat qilishga undaydi. Ular Allohni va uning payg'ambari Muhammad alayhissalomni inkor qilgan kofirlarni ko'rsatib, ana shu kofirlarning yo'li mu'minlarnikidan to'g'ri va adolatlidir deydi. Buzg'unchilikqa va ozg'unlikqa patgan ashular Allah o'z rahmatidan yiroq qilgan kishilardir. Allah kimni rahmatidan yiroq qilsa, uni azobdan saqlab qoladigan hech bir madadkor topolmaydi. Yoki ularning podshohlikdan nasibisi bormi? Agar ularning shundoq nasibisi bo'lsa edi, ular kishilarga uningdan qilchilik narsani bermaydi. Yoki ular Allah o'z fazlidan Muhammad alayhissalomga ato qilgan payg'ambarlik ne'matiga hasad qilishamdi. Allah uning sahobalariga ato qilgan hidoyat, tavfiq, payg'ambarga ergishish va hokimiyat tiklash qatorliq ne'matlarga chidamayotdi. Ular bu ne'matlarning zavol tepishini tilamdi. Ilgari biz haqiqatan Ibrohim alayhissalomning avlodiga kitob, hikmat va buyuk podshohlik ato qildik. Ilmdan nasibi berilgan ashu yahudilarning ichida Muhammad alayhissalomga iymon keltirib, uning shariatiga amal qiladiganlarmi, uning da'vatini qabul qilishdan bosh tortgan va kishilarni uning da'vatidan to'sqanlarmi bor. Ey inkorchilar, sizlarga jahannamning yinib turgan o'ti yetarlikdir. Shaksizki, Allohning oyatlarini, vahiy qilgan kitobini va haq ekanligining dalillarini inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Har qachon ularning terlari kuyib tugisa, azobni davomli tetib turishi uchun o'rniga boshqa teri yangushlab turamiz. Shaksizki, Alloh g'olibdir, xohlaganlarini qiladi, barliq hukmlarda va tadbirlarda hikmat bilan ish qiluvchidir. Allohga va uning payg'ambari Muhammad alayhissalomga iymon etish bilan dillari orom topgan, Allohga itoat qilishda ching turgan kishilarni qasrlarining va dal-daraxtlarining ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular u jannatlarda ne'matlardan mangu bahramon bo'ladi. Ular u jannatlardan hargiz chiqarilmaydi. U jannatlarda ularga Alloh tarafdan pok qilgan juplar bo'ladi. Ularni jannatdagi so'zilgan qo'yiq soyiga daxil qilamiz. Shubhisizki, Alloh sizlarni har qanday omonatni egasiga qaytarishga buyuradi. Shunga uningga xiyonat qilmanglar. Alloh yana sizlarni kishilarning orasida hukm qilganda adolat bilan hukm qilishga buyuradi. Allah sizlarga nima degan yaxshi o'gitlarni beradi. Shaksizki, Allah so'zlaringlarni anglab turg'uchidir, niyatinglarni bilib turg'uchidir, barliq amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, Allohning amr farmonlarini qabul qilinglar. Allohga osiylik qilmanglar. Payg'ambar alayhissalom ilib kelgan haq dinni qabul qilinglar. O'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga Allohga osiylik bo'lmaydigan ishlarda itoat qilinglar. Agar sizlar biror masalada ixtilof qilishib qolsanglar, sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar,
bu to'g'rida Allohning kitobiga va uning payg'ambari Muhammad alayhissalomning sunnatiga, ya'ni ish izlariga murojaat qilinglar. Allohning kitobiga va payg'ambarning sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun talash-tortish qilishgandan va o'z ra'yinglar bilan ish ko'rgandan albatta yaxshidir. Natija e'tibori bilan eng go'zaldir.